Ayol o'qish kerakmi, o'qimaslik kerakmi? Birinchi o'rinda bu savolni berayotganlar boyaga qaragan aytganimizdek ilmga chegarali nazar bilan qaraydiganlar. Ya'ni faqat darsga borish, ustozga borish unaqa emas. Masalan, uy bekasi bo'lganingizda, uy bekalik bilan kifoyalangan taqdiringizda ham ilmga ehtiyojingiz yo'qmi? Albatta ehtiyoj bor. Pishir kuydiruvni o'rganmaymizmi? Ilm asosida bo'lmaydimi bu narsa? Yoki bolalarimiz tarbiyasi ilm asosida bo'lmaydimi? Yoki erlarimiz bilan bo'ladigan muloqot ilm asosida bo'lmaydimi? Yoki boshqa bir oilani a'zolari bilan. Har bitta narsa uy bekasi uchun ham ilm asosida hosil qilinadigan. Undan tashqari muslima hech kimga aloqador bo'lmagani bilan o'zini shaxsiy ibodatlari, o'zini shaxsiy bandaliklari bor. Buni ilm asosida o'rganmasa, nimani asosida o'rganadi? Demak, ayol kishiga ilm muhim emas degan gap aslo noto'g'ri. Uyda o'tirgan taqdirda ham ilm muhim. Ibodatini bilishi u uchun ilm. Uydagi ishlarini, yumushlarini, boshqalarning oldidagi vazifalarini bilish ham ilm hisoblanadi.